Mana shunday qismlarda topadigan lipochkali o'yinlarni uyda o'zingiz ham bemalol yasay olishingizni bilasizmi? Keling, uni bugun birgalikda yasab ko'ramiz. Buning uchun bizga quyidagicha shablonlar, laminat va lipochkalar kerak bo'ladi. Rasmlarni birma-bir qirqib olib, qismlarni laminatga joylashtirib chiqamiz. Rasmlarni joylashtirayotganda orasida yetarli joy qolayotganiga e'tibor bering. Bu uni bemalol qirqib olishga va keyinchalik havo kirib ochilib ketmasligi uchun kerak. Laminatlangan qismlarni ham qirqib olib, hayvonchalarning qorniga lipochkalarning bir tomonini, bosh va dumiga ikkinchi tomonini yopishtirib chiqamiz. Mana tayyor. Oddiy ko'ringan mana shu lipochkali hayvonchalar o'yini aslida bolalar uchun juda foydali. Bolakay har bir qismni o'z joyiga moslashtirar ekan, mayda motorikasi rivojlanadi va barmoqlar yanada chaqqon ishlay boshlaydi. Hayvonlarning nomini o'rganish orqali lug'at boyligi kengayadi, diqqat va motorikasi mustahkamlanadi. To'g'ri joyini topish esa mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Eng muhimi, bola o'ynab o'rganadi. O'yin orqali olingan bilim esa doimo tezroq va uzoqroq esda qoladi. Agar sizga shablonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, uni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.